Xo'sh, assalomu alaykum. Azizlar, yana video yozyapman. Mana shu video 4-si bo'layapti bugunning hisobidan, lekin o'xshamayapti nimagadir. Bugun mana 1-iyul 2026-yil. Ertalabdan beri video yozyapman. Nimagadir Telegram zapisni yaxshi qilmayapti. Demak, bugun Illuminance Global kompaniyasida investitsiya qilishim kerak edi, reja bo'yicha. Birinchi sanaga mo'ljallagan edim. Kecha depozitni to'ldirishni ko'rsatdim va pulni kiritib oldik saytdagi depozitimizga. Bugun endi o'sha narsani investitsiya qilishimiz kerak, ya'ni strategiyani sotib olishimiz kerak, eng kichkinasini. Ertalabdan beri yozayotgan videoyim o'xshamayapti. Nimagadir Telegram yaxshi translyatsiya qila olmayapti meni kompyuterimning ekranini yoki internet aloqam shu sababini tushunmayapman. Yana bitta urinib ko'ryapman. Agar yaxshi chiqsa, demak natijani ko'ramiz. Boya saytni ochib, endi hamma narsani ko'rsatishim kerak. Endi yana natijani birinchi marta video qilganimda hamma jarayonni ko'rsatgan edim. Hozir endi faqatgina natijasini ko'ra olamiz. Translyatsiyani ochsam, translyatsiya o'zi ketyapti ekan. Saytni ochaman. Mana sayt. Illuminance Global kompaniyasining sayti, back officeimiz shu yerda. Mana ichkarida akkauntda turibman. Bitta yangilik paydo bo'ldi mana. $102.53 investitsiya qildik. Men eng kichkina strategiyani ochdim. Faqat shu jarayonlarni yaxshi ko'rsatib, bajarib, suhbat qilib, videoni yozganimda oxirida qarasam, faqat kamera o'zimni olib qolibdi ekan, kompyuterimning ekranini translyatsiya qilmagan. O'shanisi biroz achinarli bo'ldi, lekin mayli, urinishlarimiz soni cheksiz bo'laversin, natijaga erishgunimizcha qilaveramiz. Hozir yana tekshirib ko'rdim, ekran yozilganday bo'ldi, shuning uchun ham yangi videoni yozyapman. Qarang, mana shu jarayonni qanday bajardim. Kecha pul to'ldirganimni ko'rsatdim va mana bu yerda kanalga yukladim. Bu yerda ko'rdilaringiz, menimcha qanday qilib pul kiritish kerak bo'lishini, qanday qilib pul kiritishni bilib oldingiz. Endi bu yerda kiritilgan pulni mana bu yerda balansda turgan edi $102. Shuni invest qilishimiz kerak, ya'ni chiqarishimiz kerak, u pul ishlashi kerak. Bu yerda yotavergandan foyda yo'q. O'shaning uchun arbitrajni o'z yo'liga kelish kerak. Mana o'sha jarayonni bir ko'rsataman, ammo oxir yakunigacha olib bora olmaymiz, faqat jarayonni ko'rsataman. Arbitrajni o'z yo'liga kelganimizda bizda strategiyalar turibdi. Mana 7 ta strategiyamiz bor. O'shandan eng birinchi kichkinasi $100 dan $999 oraliqdagi mablag' bilan ishlaydi. Va $100 men kirgizdim mana shu yerga. Mana yangi strategiyam aktiv holatga keldi. Mana bu boshqalarning ham boshida bunaqa narsa yo'q. Bu degani mana bitta yangi strategiyamni ochdim va bu ishlayapti. Bugundan boshlab 30 kun ishlaydi. Chunki mana bu yerda informatsiyasiga qarasangiz, bu yerga tafsilot berib qo'ygan. Strategiyamiz 30 kun ishlaydi. Birinchi kundan 10 kungacha 0,5% daromad oladi mablag'ga nisbatan. 11-kundan 20-kungacha 0,75% daromad oladi har kuni mablag'ning tanasiga nisbatan. 21-kundan 30-kungacha 1% dan oladi mablag'ga nisbatan. O'shanda $100 bilan 10 kunda $5 daromadga chiqamiz. 20 kunda umumiy daromadimiz $12,5 bo'ladi. 30-kunning oxiriga borib $22.20 bo'ladi daromadimiz. Va har kunlik daromadni qo'shganda shuncha summa va $100 ham qaytib kelsa, oxir oqibatda 30 kundan keyin $100 pulimizni $122 ga aylantirib olgan bo'lamiz azizlar. Bu yerda hisob kitob shunaqa. $100 emas, undan kattaroq ham xuddi shunday hisob kitob bilan ishlaydi. Endi shu yerda bitta boshqa narsa bor ediki, mana bu oxirdagi natijani yana ham kattaroq qilib olish mumkin. Uning uchun reinvest tugmasi bilan ishlash kerak. Mana buni bossak, открыть desak, mana yozadi arbitraj strategiya 1. Mana foiz ko'rsatkichlarini aytdik. Valyutani tanlash kerak bo'ladi. Mana testerni tanladim va maksimal summani bosdim. Boya pulim bor vaqtda mana shu yerda yozgan edi $102.53 deb. Hozir yo'q summa. Endi mana shu yerda raqam bo'lsa, agar balansimda pul bo'lsa edi, $100 ni agar investitsiya qilsam deb kalkulyator menga hisoblab ishlab beryapti. Mana $100 pulingiz bo'ladi, $22.50 daromad qilasiz. Shu atrofda deb yozyapti. Lekin reinvest tugmasini bossam, da degan joyga o'tkazsam, bu menga ko'proq narsa beradi. Endi men mana $102 bo'lganini ko'rsatay sizga. 122.53 edi pulim. 128 ni olasiz deyapti. Reinvest bilan birgalikda. Открыть depozit tugmasini bosganimda menga mana bu narsa paydo bo'ldi azizlar. Demak, aktiv strategiyalarim mana bitta turibdi. Aktiv strategiyalarim mana shu. Bunda qarang, arbitraj strategiya 1, ya'ni birinchi strategiya. $102.53 chiqarib yubordim. Daromad hali 0, chunki bugun ishga chiqdi. Pulim ertaga mana shu vaqtda bu yerda daromad ko'rinadi, xudo xolasa. Mana bu yerda esa foiz ko'rsatkichi bilan ko'rinadi.
Bu yerda aytib qo'yibdi, reinvest pul qo'shilgan, ya'ni har bir kundagi daromadingiz tanani ustiga qo'shiladi, ertasi kuni ishga chiqib ketadi. Bu kapitalizatsiya deb aytiladi. Chunki $100 keladigan daromadni yechmoqchi emasman, u kichkina narsa bo'ladi. 30 kun davomida ustiga qo'shilib boraversin-da, menga $2-2,5 qo'shimcha ortiqcha ishlab bersin. Mana bu yerda добавить degan tugmasi bor ekan. Eng qiziq joyi shunda ekan, agar menda yana pul paydo bo'lib qolsa, mana shu добавить tugmasini bosib, shu ishlab turgan pulni ustiga qo'shishim mumkin bo'lar ekan azizlar. O'sha 30 kunlik davrning ichida, aytaylik 3 kundan keyin, 5 kundan keyin pul paydo bo'lsa, pulni qo'shsam, mana shu 30 kunning ichida qo'shimcha pul ham ishlaydi. Alohida 30 kun bo'lmas ekan. U uchun tanani ustiga qo'shilib, kattaroq kapital bo'lib, 30-kungacha ishlab berar ekan azizlar. Mana shu narsa, endi mana bu kichkina strategiyani $100 999 gacha bo'lgan strategiyani bor yo'g'i 3 marta ishlata olamiz. 3 martadan keyin bu strategiya bizga ishlamaydi. Yangi kirib kelgan hamkor sinab, ko'rib, tushunib olishi uchun mana shu strategiya berilgan ekan. Kichkinaroq mablag' bilan ishlatib ko'radi, olingan daromadni yechib, his qilib ko'radi deydi. 3 martadan keyin ruxsat bermaydi, ishlamaydi. Keyin katta strategiyalarga o'tish kerak bo'ladi. Katta strategiyalar ikkinchisi $1000 dan $4999 gacha bo'ladi. Uchinchisi 5000 dan 9999 gacha, to'rtinchisi 10000 dan va yuqorisi, beshinchisi 25000 dan va yuqorisi, oltinchisi 100,000 dan va undan yuqorisi, yettinchi strategiyamizda esa kopilka degan narsa bor. Ularni alohida obzor qilaman xudo xolisa. Bugun mana natija shu. Mana shu jarayonni to'liq ko'rsatgan edim. Ertalab soat 8 ga yaqin bajardim bu narsani. Faqatgina translyatsiya bo'lmabdi ekranim. O'sha narsa biroz achinarli bo'lib qoldi men uchun. Lekin nima bo'lgan taqdirda men natijani ko'rsatdim. 1-iyulda qilinish kerak bo'lgan ish, maqsad shu edi. Maqsadga erishdim, xudoga shukr. Illuminance Global kompaniyasining Quantum nodasiga pulimni topshirdim va bu noda mana shu apparat qurilma. Noda endi arbitraj savdolarida qatnashtiradi pulimni va daromad keltiradi azizlar. Kompaniyaga ham daromad keltiradi, menga ham daromad keltiradi. Va unaqa сделкаларni mana glavniy oynada ko'rishimiz mumkin. O'sha noda qaysi joylarga borib, qanaqa savdo qilib pul ishlayapti mana. Qaysi birjada Krakendan sotib olyapti, Huobe'da sotyapti, CRV degan kriptovalyuta bilan ishlayapti. Hajmi $8014 ga sotib olib sotyapti. Sotib olish narxi buncha bo'lgan, sotish narxi buncha bo'lgan va daromad ko'rsatkichi plus 0.43%. Ya'ni bajarildi, mana shu savdoni bajargan. Soat necha? 04:26:31. Bu qaysidir UTC soat bilan hisoblaydi, 1-iyul kuni. Tongda bajarilgan bu narsa. Mana shunaqa сделкаларда pulimiz qatnashadi va daromad keltiradi azizlar. Demak, mana oxirgi tranzaksiyam bu yerda tranzaksiyalar tarixiga qarasak, mana посмотреть все desam, menga hamma tranzaksiyalarni chiqarib beradi ro'yxat qilib. Boshdan kelyapmiz, mana bir nechta sahifada turibdi. Demak, oxirgi ishim mana $102.53 ni chiqarib oldim. Arbitraj ochdim va u yerga pulni chiqarib yubordim. Endi bundan keyin har kun daromad kutamiz va daromad qanday qilib yana qaytib ketib ishlayotganini kuzatamiz. Qo'limda pul paydo bo'lib qolsa, albatta 90 kunni kutmasdan $1000 qilib olishga harakat qilaman. Nimaga deganim, 30 kunlik strategiyani 3 marta ishlatishga imkonimiz bo'lsa, bu degani 90 kun ishlaymiz degani. 90 kundan keyin xohlasak, xohlamasak $1000 strategiyaga o'tishimiz kerak. Men uncha uzoq vaqt kutmasdan, yaqin kelajakda $1000 qilib olmoqchiman. Boshqa yo'nalishlarda ishlab bo'lsa ham, mana bu yerning o'zida vazifa bajarib bo'lsa ham pulni ishlab, shuni ustiga qo'shib, tashqaridan bo'lsa ham olib kirib, kapitalimni o'stirib, keyingi strategiyalarni ochayotganda $1000 qilmoqchiman. Bugungi maqsadimga erishdim deb o'ylayman. Agar translyatsiya yaxshi bo'lgan bo'lsa, demak videoni xudo xolasa kanalga qo'yaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz.